Kecha video qo'yganimda kommentariyasini o'chirib qo'ydim. Boplabmanmi? Negativlar sal ishlataylik, mana yerda ozgina ishlataylik. Qaranglar, prostata bezi. Mana prostata bezi. Prostata bezining ob'yomini qaranglar, 908. Familiyasi mana tepaga bekitib qo'ydim. 98-yil bolada xuddi o'sha razmerlar, xuddi o'sha mana 908 ob'yomda. Nima deb yozyapman xulosaga? Prostata bezi gipoplaziyasi. Bu degani prostata bezi kichkina degani. Shuni hisobiga qo'pol qilib aytganda farzandli bo'la olmayapti. Bu zinoga targ'ib emas, farzandli bo'linglar, juft halollaring bilan. Men video qo'ydim o'sha negativchilarga. Bitta akamizni zo'r gapi bor ekan. Biz ulardan xafa bo'lmaymiz. Nimaga negativchilar? Ular o'zi o'ylagan narsani yozyapti. O'zi qanday bo'lsa shunga qarab, dunyo qarashiga qarab yozyapti. Dunyo qarashingizni o'zgartiring iltimos. Boshqa gap gapirmayman. Xullas, prostata bezi ozgina kichkina va shuni o'zini hisobiga farzandli bo'la olmayapti. O'shaning uchun davolaymiz, biz shuning uchun kerakmiz. Zinoga targ'ib qilish uchun emas.